Qimirlayaptimi u? Yo'q, shunchaki pastga tushdi. Kimlar shikastlandi? U aynan noxat maydoniga tushibdi. Nega aynan bizni maydonga tushdi bu? Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? To'g'risini aytsam, hali hech kimdan buyruq olganim yo'q edi. Odam bo'lmaysanlar senlar. Qani ber ko'raychi. Senga nima bo'lyapti? Nega qurolni beryapsan menga? Meni kechiring. Nima bo'lgan? Hammangga aqldan ozyapsanlarmi? Hammang bir ko'r. Hay, u yerdan qochinglar. Qochinglar. Qoshlaring deyapman. Tezlash. Toshbaqam, yo xudo, biz tashla hammalar sana. Tag'in o'zini askar deb atar ekan. Tezlash. Buyruqni kutyapman deyapsanmi? Mana senga buyrug'im. Bu nima bo'ldi? Hech nima bo'lgani yo'q-ku. Nega? Ichkari bombosh bo'lsa kerak. Bu yana nima bo'ldi? Battarroq jahlimni chiqara boshladi. Ay! Portlovchi qurolni olib keling. Portlovchi qurol, tezlashing. Shuni so'raganmidingiz? Ay ahmoq, menga bo'ljal olma. Chetga ol. Chetga ol deyapman. Chetga ol, ahmoq. Meni kechiring janob. Tavba qildim, nima bo'lyapti senlarga? Qanoat. Kechirasiz? Ot deyapman. Ot deyaptilar. Ot. Otaver, qo'rqma. O'rtasini mo'ljalga ol. Ha, tushundim. Hoy ahmoq, qoch deb aytmaysanmi? Nima bu? Biz uni yo'q qildikmi? Bilmasam, janob. Nima bo'lyapti? Nima bu? Yo xudoyim. To'rt haftadan so'ng Sonji maktabi baholar ro'yxati. Qo'limga tushsang o'ldim deyaver. So'nggi gaping qanday? Yo xudoyim. Borib yuvinib olsang bo'lardi. Nima? Ay, qo'ysang-chi. Rostan ham yomon hid kelyaptimi? Qani killa. Ay, o'ldirasan-ku, sasab o'lib qolaman deyapman. Ketla. Xayrli tong. Bo'lishi mumkin emas. Yo xudoyim, bu yana nimasi bo'ldi? Voy bu. Yo xudoyim. Xayrli tong. Rasmlarni tunda olsangiz zo'r chiqarkan. Luminariya qo'shib ko'r. Rostdan ham qo'shib ko'r. Ha, shunda zo'r bo'ladi. Nima? Luminariya nima ekanini bilmaysanmi? Bilmas ekanman. Yo xudo, rostdan ham chiroyli ekansan. Burningni qara, uchli bo'lib turibdi. Nima chiqib bo'libdimi? Yo xudo, qani bir ko'raychi. Tezroq baholaringni ko'r. Yo xudo, sabiylashib ketyapman. Eshitaman. Ha, Bora. 1 daqiqa. Tushunmadim. Nima deding? Ha, quvvatlagichmi? Ha, tushun.
La'nati uyatsiz. Yo xudoyim. Yo xudo, qo'rqib ketdim. Bu yana nimasi bo'ldi? Yo xudo, qo'rqib yubording eshak. Yo xudo, qo'rqib ketdim. Hoy, Vantiman, nima hammani e'tiborini shunday qilib o'zingga tortmoqchimisan? Oy Vanti, bilaman sen tentaksan, lekin jinniliging qo'zib qolganida iltimos bizni ogohlantir. Sizlarni ogohlantirdim. Qachon ogohlantirding? Hech tushunmayman, unga nima bo'lgan o'zi? Menimcha esini yegan. Yo xudo, eshak. Yo xudo, ichingda it o'lganmi? Bu yana nimani hidi bo'ldi? Yo xudo, shoshmay turinglar. Yo xudo, ishona olmayman. Toza havo bering. Rostdan ham nimadir hid kelyaptimi? Nima yegani uchida bo'lmayapti. Hoy, nima qilyapsan? Ustimga o'zingni otma. Hoy, sen sinf sardorsan-ku, biror nima qilmaysanmi? Men nima qilishim mumkin? Axir bu odamning o'ziga bog'liq-ku. U sinf sardori bo'lgani bilan havoni boshqara olmaydi-yu, unga nima deysan? Hoy, menga qara, gapga aralashib jonimga tegding. Burningni suqmay tura olasanmi? Tura olasanmi deyapman. Yo'ldan qochinglar. Oy, nima qilyapsiz? Temanni gazli hujumidan qutulyapmiz. Yanami? Hoy, kun iha. Maktab o'quvchilari mototsiklda kelishi mumkinmi? Albatta mumkin emas. Kelyapti. Qani ketdik. Hoy, yaramaslar. To'xtanglar deyapman. Qo'limga tushsangiz o'ldim deyavering. Yo xudo, unga nima bo'lgan o'zi? Yo xudo, ularga qaranglar. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu parig ekan. Nahotki bu ulama soch bo'lsa? Ulama soch. Uni sochlarini ko'rdinglarmi? Shamolda uchishini ko'rdinglarmi? Hoy, menga qaranglar. Hid hali ham ketmadimi? Ko'rishingiz mumkin. Va nihoyat. Yo xudoyim, charchab ketdim. Oy, buni ko'rdingmi? Havoni buzishni biladi. Nahotki telefoningni quvvati shunchalik tez tugab qolsa. Bilmayman, men to'g'risi ko'p ishlatmadim. Voy, yana ular qaytdi. Ustozdan qutuldik, to'g'rimi? Keyin uyga qilib tushdi. O'qituvchi ularni quvlab yurmaganmi? Soch ham tushib ketdi. Bizni maydonga bostirib kirdingiz. Voy. Nima qilyapsan? Ilha, hozir sendan kattalarni juda ham jahli chiqqan. Shuni bilasanmi? Bu qiliqlaring jonimga tegib ketdi. Yonbora. Sinfimda men eng zo'raman. Ha, albatta. Qani menga ko'rsatchi. Qayerda u? Qani nega tegyapsan? U yerga tegma. To'xta. Aytganchi, kecha hammasini chekib bo'lgandim. Yo xudo, buni qara-ya. Meni kechir. Bora. Yo'q, tegish mumkin emas. Hammasini tushundim. Bo'ldi, qidirib ko'raman. Sodiq xizmatkoringizda siz uchun bir narsa bor. Juda ham minnatdorman. Ha, katta rahmat. Voy, siz la'natlar. Ay, jin ursin. O'lishni istayapsizlarmi? Aytgancha nega u hali ham kelmadi? Asabiylashma, bilasan-ku, u doim kechikib yuradi. Yo xudo, buni kechikishi ham jonimga tegdi. Ha, ana Bora, mana quvvatlagichingni olib keldim. Hoy, men senga meni ismim bilan chaqirma degandim. Nima, meni dugonammisan? Kechirasan.
Yo'qol. Nima sen gapimga? Hoy, Sol, bor keta qolgin. Bora, senga nimalar bo'lyapti? Ay, Sol. Xayr. Jin ursin. Bunday qo'pollik qilmang. Ustoz Pak, xayrli tong. Yaxshimisiz? Qani tez ichkariga kiringlar. Ay, yo xudo. Qani hammamiz tinchlanamiz. Juda mazali ekanmi? Yo, xudoyim, qo'rqitib yubordingiz. Bolalar, diqqat. Bo'ldi, jim bo'linglar. Diqqat, bolalar. Bugun menda sizlar uchun sovg'a bor. Oho! Sentyabr oyining imtihon javoblari. Yo, xudoyim. Va yana bitta sovg'a. Baholar yaxshi bo'lsa beraman. Nima? Qanday? Ustoz Pak, lekin bu juda ham qattiq qo'llik-ku. Bunday qilish mumkin emas. Jim bo'ling, jiminglar dedim. Ism familiyangizni bittalab aytaman, oldimga kelasizlar. Va shunday qilib, bizni sinfimiz va maktabda birinchi o'rinni Yonxun oldi. Qani qarsaklar? Ikkinchi o'rin Yonsu. Qoyilman. Uchinchi o'rin Yujun. Yonshin. Yunju. Hoy, qani ko'raychi. Chansu. Juda yaxshi ishlabsan. Nara. Va oxirgi ikkinchi o'rin.